Assalomu alaykum ustozim. Bugun kayfiyatlar a'lo darajada. Mirtoq akamga ham aytib qo'ying ustozga. Bo'ldi, pulni asterimga tushirib oldim. U yoqda Humo kart, Mastercardlar ham ochib olganman. Bo'ldi, pulni yetsa bo'lar ekan, butun dunyoga e'lon qilavering. Protsedurasini kerak odamga tushuntirib beraman, kerak bo'lsa. Yeshdik. Abror aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Вообще шикарно было. Идеально это чухода. Zo'r, ko'z tegmasin. Kurs davomida rezultat. Assalomu alaykum, tuzumimiz aka, charchamayapsizmi? Shunaqa aka, bilim berilayotgan bilimlarni natijasi mevasi deydimi? Xudo xolisi, качественный сделка ochishga harakat qilyapman. Shu aytganimdek, aytdim, strategiya o'zimga mos keladigan strategiya qilyapman deb. Yana ozgina darabotkasi bor. Xudo xolisi yaxshi, lekin stop olmadim hali aka. Assalomu alaykum. Sohib aka, yaxshimisiz aka? Savollaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Mana aka, shogirdingizni rezultati. Mana bergan bilimlaringizni mahsulida aka. O'zimdan o'zim xursand bo'lib ketaman. Shu narsani oldindan predugatatsiya qilganimga-da, bergan bilimlaringizni kuchida. Mana ob'yomlarni chiqib kelishini qarang endi aka. Qanqillatib 0.0dan oz bosib tashladim. 3 talab, 4 talab qanqillatib bosib tashladim. Xudo xolasa ketdim endi tushunishim bo'yicha. Buyog'i. Именно ATR zonaga kelgan payti unda ob'yomni chiqib ketishini qarang-da aka. O'ttilib ketib boryapti ob'yom, okey. Yetib olyapti-da shunchalik. Kuch bilan chiqib bordi, H1da o'ziga ob'yom. Ya'ni intilishyapti-da, tipga qaratib qanqillatib urishyapti-da. Sheddan ham bilib olsa bo'layotganda shu narsa. ATRda ichiga shuni kirib kelgandan pastdan ob'yom o'tilib chiqdi-da aka. $5 xotni ushlab turdim. Chotki hali bunaqasi bo'lmagan, zakonni. Yopdim. Bilmayman, shunday xohladim, yopishdi ustobi nimani hozirgi ishlangan daromadni olib chiqib ketish uchun. Endi bundan beriga plan oylikda 45-84. Assalomu alaykum. Sohib aka, yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Sohib aka, nima boyagi analizingizni tashlaganingizdan keyin mana bu impulsni 100% расширениеda bunga Fibonacci tortganimda buni impulsni 38-50 zonalari bu impulsni xuddi 38-50 zonalariga to'g'ri kelyapti. Men hozir o'ylashim bo'yicha mana bu Fibonacci va mana расширение Fibonacci va nima hozirgi Fibonacci, mana korreksiya Fibonacci'ni tortgan holda E plus H4 dagi Fibonacci'larni urvillarini olgan holda atkat bo'lishi mumkin. E plus mana bu yerga yig'ilgan ob'yomni ham polni kirib olganlarni hammasini chayish maqsadiga bitta atkat berib ATR zonadan dalshi hozir ATR zonadan dalshi keyingi ATRgacha borish mumkin deb o'ylayapman aka. Mana shunaqa ideya bor hozir. Mabodo agar hozirgi plan mana bu istinni uruvinim turibdi mana bu yerda. Oylik istinni H1dagi istinni Zona bor. Hozir bugun 45-84 ustiga yopilsa, значит 45-84 hali ham kuchi bor degani. Atkatidan dushanba kuni xudo xohlasa atkatidan 45-84 ustiga kelishi bilan yana lon qo'shaman qanqillatib. Yana lon qo'shiladi, bu yerga ketdi, uchadi bayga.